Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Zamira. Bu degani rus tili grammatikasi darsimizning yana bitta qiziqarli soni. Bugun sizlar bilan kiyim magaziniga kirib nima deyishni o'rganamiz. Siz like va podpiskangizni bosib turing, men esa boshladim. Kirishingizda nima deysiz? Assalomu alaykum ni o'rniga здравствуйте yoki привет deb kirasiz. Eshikdan kirganingizdan keyin sizning yoningizga продавец yoki konsultant keladi. Ayol kishi yoki erkak kishi bo'lishi mumkin. Ular sizga qarab so'raydi: "Вам помочь?" Что вы ищете? Вам помочь degani sizga yordamim kerakmi? Что вы ищете? Siz nima izlayapsiz? Agar sizning yoningizga konsultant kelmasa, siz unga qarab "Извините, простите" deb "Можете подойти? Menga qara olasizmi? Можете помочь? Menga yordam bera olasizmi?" deysiz. Konsultant keldi, siz uni ko'rdingiz va siz aytasiz: "Девушка, можете мне подобрать образ для свидания?" Konsultantga qarab aytasiz: "Menga uchrashuv uchun obraz tanlab bera olasizmi?" Можете подобрать? Подобрать degan tanlab berish yoki menga mosini, loyiqini topish. Yoki "Можете подобрать футболку в черном цвете?" Menga qora futbolka topib tanlab bera olasizmi deysiz. U sizga qarab aytadi: "Да, конечно, 1 minut" deydi. Hozir 1 minut deydi va sizdan albatta razmeringizni so'raydi. "Какой размер вам подойдет?" deydi. Sizga qaysi razmer tushadi deydi. Siz aytasiz: "No не знаю, наверное, размер S." "No не знаю, наверное, размер S" degani bilmayman, balki S razmer tushsa kerak degani va u ketadi sizga kiyim olib kelish uchun. "Вот, пожалуйста", "Вот, пожалуйста" degani oling, mana, marhamat degani. O'sha "пожалуйста" so'zi ham iltimos, ham oling ma'nosida kelishi mumkin. Kiyimni oldingiz, sizga mosini nima qilasiz? Albatta uni qayerda kiyib ko'rishni so'raysiz. "Девушка, где примерочная?" deysiz qizga qarab, yoki o'g'il bola bo'lsa, молодой человек, "Где примерочная?" Kiyim kiyib oladigan, kiyib ko'radigan joy qayerda deysiz. U sizga aytadi: "Sleva", chap tomonda, или справа, o'ng tomonda. Siz bordingiz, kiyib ko'rdingiz va eshigingiz tagida o'sha konsultant foiz olish uchun turadi-da so'raydi: "Девушка, вам подошла футболка?" Qiz: qiz yoki qiz, qarang, sizga futbolka tushdimi desa, "Да, я ее беру." Ha, men uni olaman. "Да, я ее беру" degan gapni aytishingiz kerak. O'g'il bola bo'lsangiz ham farqi yo'q. Bu mavzu faqatgina qizlarga emas, o'g'il bolalarga ham. Siz ham qora futbolkani olganingizdan keyin rus insonni yonida kiyib ko'rib, o'sha rus inson sizdan so'rasa, "To'g'ri keldimi?" deb siz aytishingiz mumkin. "Да, конечно, она мне подошла" deb "Я ее беру", ha, men uni olaman. Пока siz kiyim olib turganingizcha odamlar rus tilini o'rganyapti. Agarda sizda mavzularda qiyinchilik paydo bo'layotgan bo'lsa, bizning boshqa playlistlarimiz ham bor. Rus tili grammatikasi bilan va rus tili audio degan, uni bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Hammasi siz uchun va rus tilini bilimingizni tezroq oshirib, zo'r o'rganishingiz uchun. Agarda yo'q, men ustozsiz o'rgana olmayman, chunki ustoz ko'rmagan shogird emas desangiz, bizning o'quv markazida onlayn va offlayn kurslar ham bor. Bemalol ularga yozilib, o'tib, mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilib yoki Telegram orqali yozsangiz, sizga vaqtini, formatini va sizga ma'qul keladigan o'qituvchini topib berishadi. Davom etamiz. Kiyimni oldingiz, sizga yoqdi va u aytadi: "Можете подойти к кассе?" Или siz so'raysiz: "Где kassa?" Kassa qayerda? Va u sizga ko'rsatib yuboradi kassani. Kassaga bordingiz, kassir sizga aytdi: "С вас 200 000." Siz 200 ming berishingiz kerak bo'ladi. "Вот, девушка, сдачи не нужно" desangiz, "Mana oling, sdachi kerak emas." "Вот, девушка" deb berishingiz mumkin, mana. Или siz kartada berishingiz mumkin. Karta bo'lsa, "У меня karta" deysiz yoki naqd pulingiz bo'lsa, "У меня наличные" deyishingiz mumkin. Siz uni olganingizdan keyin pulini berdingiz, u sizga taklif qiladi: "Вам paket нужен? Paket kerakmi?" deydi. Endi ko'pincha produkta magazini, lekin kiyim magazinlaridan bir xilda "Положить в пакет", "Положить paketga solaylikmi" deb berishi mumkin. Shunda siz aytasiz: "Да, пожалуй", ha, bersangiz bo'ladi degani. Tovaringizni oldingiz, endi siz ruscha magazinda bemalol gaplashib, tovar nima xohlasangiz xarid qilishingiz mumkin. "Приходите еще" deb sizga aytadi: "Yana keling". Siz ham bizning rus tili darslarimizga yana keling. Xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishguncha, paka-paka.